Do'stbek aka, shu menga ko'p savollar tushyapti. Quruq sutdan qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin ekanligidan so'rashyapti. Shu haqida siz mana 10 yildan beri shu tajribaga ega odamsiz, bitta tushuntirish bersangiz. Xo'p, quruq sutdan asosan masalan kislomolochka deymiz. Kislomolochkani barcha sohalarda ishlatsak bo'ladi. Masalan, ko'rib turganingizdek, hozir oldimizda masalan kefir, pishloq sirlarimiz, kolbasli plavlenniy sirlari va bu ham plavlenniy sir deyiladi, qo'yiltirilgan. Bundan tashqari qaymoq, suzma, nimaiki bor o'sha kislomolochkada ishlatiladigan hammasi qo'llasa bo'ladi. Quruq sut deganda odamlarning fikri har xayolga borish mumkin. Bu eng ekologik, toza, tabiiy mahsulot bo'ladi. Bizga o'sha tabiiy sutni to'g'ridan-to'g'ri ishlatgandan quruq sutni qayta восстановление deydi, qayta tiklab ishlatganimiz ko'proq foydaliroq. Sababi bu quruq sut holatiga kelguncha bir marta pishiriladi, 80-90 gradusgacha pasterizatsiya bo'ladi. Sababi tabiiy sutning ichida barcha unaqa zamburug'lar, bakteriyalar yashaydi. O'sha pishish jarayonida u bir marta o'ladi. Biz uni qayta quruq sutni olib yana qayta tiklaymiz 38-40 gradusda. O'sha qayta tiklangan sut deyiladi, восстановление. Bu yana ham mazaliroq bo'ladi, tozaroq bo'ladi. Biz to'g'ridan-to'g'ri tabiiy sutni ishlatganimizda qisman ichida zamburug' bakteriyalar yashab qoladi. U keyin mahsulotda masalan kefirda suv ajrashishiga sabab bo'ladi. Boshqa mahsulotlarga solganda ham nimhol achqimtiliroq ta'm kelib qolish ehtimoli bor. Quruq sutni dabavka qo'shimcha qilib ishlatish mumkin, o'zini qayta to'liq tiklab ishlatishi mumkin. Odamlarda masalan ko'pchilik fikrida ximiya degan narsa bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Quruq sut holatiga kelguncha o'sha tabiiy sutni quritilib, parlantirib pishirilgan narsa. Bu ikkinchi marta qaytib восстановление deydi, tiklanish deydi. Pishirganimizda undagi ozmuncha qolgan barcha bakteriya zamburug'lar to'liq o'ldiriladi va mahsulotning kilokaloriyasi ko'payadi. Buni men ishonch bilan ayta olaman. Bu hech qanday ximiya emas. Tabiiy. Naborot qaytaga o'sha tabiiy sutga bundan qo'shimcha qilib ishlatsak, biz organizm uchun yana ham foydaliroq bo'ladi. Bu necha yillar davomida shu sohada ishlaganlar tajribada kelib chiqqan barcha laboratoriyalar shuni ko'rsatgan. To'g'ridan-to'g'ri ishlatilgan tabiiy sutdan nisbatan quruq sut bilan qayta tiklab ishlatilgan mahsulotlar kamroq bakteriya zamburug'lar yashaydi ichida. Hozir masalan quruq sutni sorti ko'p davlatlarniki bor. Shu Eronning o'zidan bir 10 xilingi bor-da. Shulardan bizlarnikini biron qanaqa farqli tomonlari bormi? Bizlar mana shuncha yil ish tajribadan kelib chiqib aytaman. Ko'p boshqa davlatlardagida ham Eronda o'zida ishlab chiqarilgan quruq sutlardan ham ishlatib ko'rdik. Hozirgi kunda masalan pashta 2 yildan oshyapti. Mana shu Jolgeh zavodida ishlab chiqarilgan, brend ostida ishlab chiqarilgan quruq sut ishlatyapmiz. Masalan, misol uchun ko'rsataman. Mana shu 1 litr quruq sutda normativ bo'yicha 9 litr suv solinib, qayta восстановление qilinadi. 38-40 gradusda o'rtacha 2 soatdan 4 soatgacha bo'lgan muddatda qayta tiklanadi bu. O'sha keyin pishirib mahsulot tayyorlanadi. Mana shu kefir hozir o'sha Jolgeh brendi ostida chiqqan quruq sutdan tayyorlangan. Buni men uverni hammaga ko'rsatib ayta olaman. Masalan, ichida hech qanday vlaga qolmagan. Teskari qilib qo'yishim mumkin. Bu oqib tushmayapti-ku? Tushmaydi. Sababi Jolgehda bizga ma'qul kelgan tomoni quruq sut ichidagi hamma vlaga, namlikni o'ziga yaxshi oladi. Mahsulotni kilosi ko'payadi. Deylik, boshqa zavodlardagida ishlab ko'rganmiz, ishlab chiqaruvchilarda. Masalan, men aytmayman, deylikki, bu zavodniki yaxshi, bu zavodniki yomon. Hamma mahsulot o'ziga yaxshi, lekin bizga yoqqani Jolgeh. Misol uchun mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib guvohingiz bo'lishingiz mumkin. Mana tushishini qarang. Bu kefir, shunaqa. Bu kefir. Bizda O'rta Osiyo aholimiz O'zbekiston sharoitida mana shunday qattiq laqqa bo'lib tushishini xohlaydi. Aynan mana shu Jolgeh brendi ostida ishlab chiqarilgan quruq sut mahsulotidan tayyorlangan. Marhamat.
Bunga shu belok masalasi baland bo'lganligi ham ta'siri Belok 34 bizlar tekshirib ko'rdik, quruq sut buni 34 belok yaxshi degani butun Euro standartga javob beradi. Namlikni yaxshi oladi. Nimada eriydi yaxshi. Va qayta tiklanayotgan paytida. Quruq sutda normativ bo'yicha 2 soatdan 4 soatgacha qayta tiklash jarayoni bo'ladi. Ivitish deydi, nabuhaniya deydi. Bizlar hozir shu quruq sutni 2 soatda bizga tayyor holatga kelyapti o'sha. Keyin uni pishirib, nima mahsulot kerak bo'lsa, buni sir, kefirda tayyorlayapmiz. shu pishloqda pishloqda ham qo'shiladi-da. Pishloqda ham ichidagi namlikni olish uchun har 100 kiloga 1 kilo qo'shib beramiz. Bu o'shanda ichidagi namlikni yaxshi oladi va o'zini mazasini beradi. Masalan, kesib yeb ko'rishingiz mumkin. Bunda hozir hech qanday aromat boshqa qo'shilmagan. Bu quruq sutda o'zini shunaqa mazasi bor ekan, sливичный вкус deydi. Aromat qo'shilmagan taqdirda tabiiy sливичный. Bu qaymoq tam beryapti o'zi. Suxol molokoni o'zi, ha? Namlikni yaxshi olyapti. Bizga afzalligi mana shu yoqqan tomoni namlikni yaxshi oladi. Mazasi yaxshi. Kislotliklari zo'r. 14-15 kislotlis. Bu butun Euro standartga to'liq javob beradi. Deylik, bizlar masalan O'rta Osiyo sharoitida tayyorlaymiz. Yevropa tomonlarida oladigan bo'lsak, ular deyarli 80-90% восстановление, qayta tiklash bilan ishlaydi. Tabiiy sutdan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydi bular. Chunki bu ekologik toza bo'ladi. Ichida bakteriya zamiro, yana bir marta, ikkinchi marta qayta tiklanganda oxirigacha o'lib ketadi, tamom bartaraf bo'ladi. Ichib ko'rishingiz mumkin. Hech qanday suv ajratmaydi. 1 soatda ham masalan qo'rqmasdan mana namlik yo'q ichida teskari qilib qo'ysam ham bu tikka turadi. Tashlab yubormaydi. Demak, buni ichidagi namlikni quruq sut to'liq yutib olgan o'ziga va mahsulotga aylangan. Bizga ma'qul jo'lg'iqda ishlatyapmiz hozir. Masalan, Yevropani deylik, Belarusiyada, bir paytlar Ukrainadan kelardi, har xil davlatlardan ishlatib ko'rganmiz. Ma'qul kelgani hozirgi O'rta Osiyo sharoitimizda jo'lg'iq bilan yaxshi ishlayapmiz. Rahmat. Kolbasni sirlar O'zbekistonimizda ko'pchilik bizlar sharoitimizda uni kolbas sir ishlab chiqaradi. Buni ichidagi namlikni hech qaysi ingredient to'liq ola olmaydi. Stabilizator ham, deylik, qisman jir qo'shilishi mumkin boshqa. Quruq sut buni ichidagi namlikni to'liq oladi. Kesganda pichoqqa yopishmaydi yoki sinib tushmaydi. Va o'zini mazasini o'sha qaymoq sifat deymiz, sливичный mazasini beradi. Masalan, kesib ko'rsatishim mumkin. O'zimiz shundan tayyorlangan. Dalil kesgan paytda pichoqqa yopishmasligi kerak. Ichida mana shu biz quruq sut, mana shu jo'lg'iqdan foydalanganmiz. Kesilish jarayoni, masalan, marhamat, pichoqqa yopishmasdan bemalol xohlang ingichka kesib ko'rishim mumkin. Marhamat, katta, kichik. Ko'pchilik qanaqa qilib savollar bo'ladi. Biz texnologik sifatida aytaman, har xil pichoqqa yopishmaydi yo bunday olganda sinyapti, elastik bo'lmayapti deydi. Egib ko'ring, sinmaydi bu buni. O'zingiz oxirgi o'zini me'yorida elastik kesiladi. Buni ichidagi namlikni to'liq olsak, o'shanda bu mana shunday kesiladi. Bizlar kutgan sifatni beradi. Bu обязательно namlikni olishi uchun quruq sut yaxshi sifatli bo'lishi kerak. Kerak. Beloklari, kislotnosti va namlikni qanchalik o'ziga yaxshi yutib olish kerak. Ichish kerak o'ziga va mahsulotga aylanish kerak. Buni ichida qaytadan qolib ketgan har bitta mahsulot pishganda ichida namlik qoladi. O'sha namlikni to'liq yechib olishimiz uchun biz quruq sut ishlatamiz. Quruq sutda hammasi ham tushavermaydi. Har xil mahsulotda har xil ishlatish mumkin, har xil ishlaydi. Biz mana shu ko'rib turgan pishloq, plavlenniy deydi, quyildirilgan jo'lg'iqdan foydalanganmiz. Mana kesilgan holati pichoqda kesdik. Bu salatga tayyorlashda ham, yeyishda ham mana shu odamlar ko'pchiligi shu kesganda sinib ketishidan xavotirda. Yoki pichoqqa yopishib qolaveradi. Yaxshi emas ekan dedi. Keyin biz kutgan shaklda bermaydi. Bermaydi. O'shaning uchun buni ishlatamiz. Bundan tashqari mana pishloq deydi, qattiq sir deydi, tyordiy sir. Bizlarni Sultan brend ostida ishlab chiqaramiz. Bozorga, O'zbekiston bozorida yaxshi kirgan.
o'zini nomi bilan. O'zimizda ham Samarqandda, poytaxtda ham yaxshi sotilardi. Buni ichida ham bizlar qo'shib ishlatamiz. Ichidagi namlikni to'liq yechib olish uchun va o'zini mazasini berishi uchun. Slivichniy vkus deydi. Ko'proq odamlar bizlarda shu ko'p qaymoq, slivichniy tam bo'lsin, qaymoq tam deydi. Qo'shimcha qaymoq, ingrediyentlar qo'shmaymiz. Bitta shu suxoy moloko quruq sut qo'shamiz, shuni o'zi yetarli. Yetadi. Shuni bunda ham hozir kesib ko'rsatishim mumkin uni. Aka o'zi menga mana bu narx masalasiga ko'pincha boshqa mahsulotlar bilan taqqoslanadi-da. Uning farqi belokida. Men masalan belokni 34 emas, 30, 28 qilib kelsam agar mahsulot chiqadimi? Mahsulot buni belok degani oqsilda bu. Oqsil, ha. Oqsil pasaygan, kamaygan sari bu namlikni o'ziga olishi Qiyinlashadi. kamayadi. Keyin mahsulot bizlar kutgan sifatni bermasligi mumkin. Bo'ladi, sifati pastroq bo'ladi. Pulni hisobiga arzonroq ko'rinadi, lekin effekt masalasiga o'shaga yarasha arzonroq bo'ladi. Masalan, mana bu qattiq pishloq. Ichidan namlikni to'liq yutib olgan hozir. Bu Bu ham gollandskiy kesilishda, mana shu keskanda ko'pchilik pichoqqa yopishadi yo boshqa deydi. Xuddi bunga o'xshab sinish jarayoni bo'ladi. Ko'ring, pichoq. Bismillahirrohmanirrohim. Hech qanday o'zida iz qoldirmaydi. Tamam zo'r. O'sha buni ichida hozir hech qanaqangi qo'shimcha aromatizator Qo'shilmagan. Qo'shilmagan. zakvaska, tabiiy 50%, 50% quritilgan sutni qaytadan avid qilingan. Yana bir narsa, quruq sutni afzalliklari mana qish sharoiti kelib boshlagandan bizda O'zbekiston sharoitida sut tanqisligi boshlanadi. O'shaning uchun bizlar bundan klientlarga yetkazib berishimiz kerak mahsulotni. Tanqis bo'lgandan keyin quruq sutdan 50% ni qayta vasanaviy tiklab sut qilamiz. 50% naturaliy tabiiy sut aralashtirib to'liq ishlatamiz. Shu bilan aholini ta'minlay olamiz. Agar quruq sut to'liq bizda yetib kelmasa, bizni o'zimiz sharoitimizda hozir tabiiy sutdan to'liq bizlar buncha ob'yomda yopa olmaymiz. Kerak bizlarga. Kerak. Mana o'zingiz ko'rdingiz, ta'mida kesilishida ham hech qanday pichoqda ham iz qoldirmadi, buni joyida ham yoki sinib ketmadi. Biz kutgan elastikniy holat berdi. Xohlagan sifatingizni berdi. Berdi. Kutgan sifatingizni berdi. Yaxshi. Bunda ham shu Jolgih variantda chiqqan. Men ishlatganman, Eronda boshqa bir zavodda ishlab chiqarilgan variantlarda kelgan har xilini ko'rganman, lekin yoqmagan. To'g'risini aytaman, yoqmagan. Bu bitta mahsulotda emas, biz ishlab chiqaradigan, masalan, kefir chiqaraman, qaymoq, sir, pishloq. Hammasini sinadim, hammasida o'zini effektini berdi. Bizga ma'qul, yoqdi. Mening fikrimcha shu oqsil ham juda ham katta farq qiladi. Bizga masalan narx sifatiga ham oqsil farq qiladi-da. Bu narsani men har kimga tushuntira olmayman. Ko'p kishiga u qiziq emas, lekin mening fikrimcha juda ham farqi katta deb o'ylayman. Oqsilni baland bo'lishi 34 degani 35, 36 gacha bo'ladi. Bu birinchidan inson organizmi uchun ham juda ham foydali. Odamni oqsillar bilan boyitadi. Biz uni pasaytirsak, mahsulotni sifatidan, narxidan yutamiz deymiz-u, odamlarga kamroq vitamin beramiz. Oqsil kam beramiz. Odamda tanada qancha oqsil ko'p iste'mol qilsak, koni foyda, bu zarar bo'lmaydi. Organizm immunitetni oshiradi. Baquvvat yurasiz. To'g'ri. Oqsilga hech qachon buni narxini pasaytirish uchun oqsili kamroq bo'lsin, biologi pastroq bo'lsin degan narsa bu mutlaq noto'g'ri narsa. Biz buni odamlarga yetkazamiz buni. To'g'ri, men shunday tarafdori, sababi shuning uchun men Eronda o'zim ishlab chiqarishga qatnashaman, o'zim odamlarni qo'ygan, ana shu oqsilli kam bo'lmasligi uchun bu oqsil degani bizga pul deganida. Shunga biz oqsilliga juda ham qaraymiz, sifati yaxshi bo'lib, mana shu odamlar baraka bo'lishi uchun shu odamlarga qanaqadir qaysidir tomonlama foydamiz ham tijorat, ham foydamiz tegishiga harakat qilyapmiz. Endi tadbirkor odam avvalo kassasini ham hisoblab ko'radi. Ha, to'g'ri, Birinchi masalada bizga buni odam organizmiga qancha foydali narsa yetkazib berishimiz kerak. To'g'ri.
buni vitaminni bu arzonlashtirish degani buni vitaminni pasaytirish, oqsilni pasaytirish degani. Foydasi kamroq bo'ladi odamlar. Foyda kam bo'lmaydi. Deylik, belok 32-30 ga tushirib ketsa, kamroq. U 9 litr, 10 litr suv ichmaydi keyin. Ichmaydi. 8 litr, 7 litr ichadi. Mana shu kefir hozir 11 litr ichgan. Mana qo'yib qo'ydik. Qattiq. Ha, belki Ishligida yo'q. Ta'mi ham yaxshi. Boshqa mahsulotda o'sha davlat normativ bo'yicha, texnologiyasi bo'yicha 1 litrga 9 litr. 1 kilogramm quruq sut 9 litr suvda 10 litr tabiiy toza mahsulot bo'ladi va shuni qayta ishlaymiz, mahsulot chiqaramiz. Shaxsan menga va boshqalarga ham shuni tavsiya qilaman. Oqsilni kamaytirib narxidan yutaman degan g'oya bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Mayli, ming so'm qimmat bo'lsin. Zato zo'r bo'lsin. Bizlarda asosiy vazifamiz to'g'ri, tirikchilik, foyda ko'rishimiz kerak. Buni inson, odamlar yeydi. Deydi. Ha. To'g'ri. Qancha iste'molchiga sifati, mazasi oqsilga to'la boy bo'lsa, u 1000 so'm, 2000 so'm puliga qaramaydi. Bozorga borganda ham deylik, mana pishloq qancha? 80 ming. Bu qancha? 90 ming deydi. Nimaga bu qancha? Bu ichi to'la vitamin tabiiy. Buni belogi baland deydi. Bu bekorga emas u. Lekin yeganda ham o'sha arzondan ko'ra 5000, 10000 qimmat bo'lar. Kilogrammda 1000 so'mga farq berishi mumkin. Mazali narsa, foydali narsa yeysiz. Bu plavleniy sirlarda ham, masalan, bu ko'proq salatda ishlatiladi. Polutyor deydi. Bunda ham qo'llaymiz. Deb qo'yingki, barcha kislomolochka deymiz, endi nimada sut mahsulotlari nima mahsulot chiqarsa, men o'zimda chiqaradigan hammasini sinab ko'rdim. Qaymoq, suzma, smetana. Hammasida jo'lga menda yaxshi ishladi. Va qolganlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Zo'r chiqyapti. Rahmat. Namlikni yaxshi olyapti va o'zini o'sha slivishniy vkusini beryapti. Baraka topyapsizmi aka? Xudoga shukr. Biz ham xursand. Narxi ma'qul, zo'r. Boringki yana 3 dollar, 3-2 dollar desangiz ham kursga hisoblasangiz bugungi kunda 40 mingdan oshmaydi-da. Endi buni vastanavit qilasiz, 1 litrga 9 litr, 10 litr bo'ladi. 40 mingni bo'ling 10 litrga sizga 4 mingdan kam tushadi 1 litr sut narxi. Hozir tabiiy sut aholidan yig'ib olsak ham 5 mingdan olamiz. Fermani yaxshi suti bo'ladigan bo'lsa, o'sha 6,5, 7 ming, 9 minggacha ketadi. O'sha belogi qancha baland bo'lsa, fermada ham narxi oshib boraveramiz. Bizda bu hozir 4 mingdan baland chiqmayapti bu narxi. Ha, yaxshi. Matematika qilib kalkulyatsiya tashlasak ham 7 mingdan sut olamizmi yoki buni 4 mingdan tayyorlaymizmi? Ham cho'ntakka ham foyda, mahsulot sifatiga ham foyda beradi. Kislotnosti ham yaxshi, beloki ham yaxshi. Bizga ma'qul, yaxshi keldi. Do'stbek aka, mana oddiy xalq sut mahsulotlarini sifatli emasligini tushunishi uchun nimasiga e'tibor berishi kerak? Sifatli avvalambor mazasida, uni qadoqda turishida. Deylik, pishloqda kesib qo'ygan bo'ladi, baribir mazasini ko'ring deydi. Agar kislomolochka bo'lib ustida zardob ajragan bo'lsa, bu yaxshi tayyorlanmagan. To'liq tayyorlanmagan, me'yorida tayyorlanmagan bo'ladi. Zardob chiqib mazasi ham zardob ajrab chiqdimi mahsulotdan? Bu degani bu tez ayniydi. Muddatdan oldin o'zini tugatadi srok godnosti. Zardob ajramasdan o'z holida turib bersa, har bir narsa, masalan, kefirlarda 5 kun, 7 kun muddat. Pishloqlarda 30 kungacha, boshqa qattiq pishloqlarda 2 oygacha. Namlik ichida qolib ketsa, o'sha namlik ichida qolib ketganligi uchun bu o'zidan zardob ajratadi. O'sha zardobni ajratmasligi uchun biz buni ichiga tabiiy quruq sut berib, namlikni yo'qotib, to'liq me'yorda tayyorlasak, sifat beradi. Endi odamlarga shu sifatsiz qanday bilsak bo'ladi deydi. Olayotganda baklashkada masalan qadoqda turganda qarab bunday ko'rsa, shunda qalqib zardob chiqib turibdimi? Bu to'liq me'yorda pishirilmagan. Buni tayyorlanishida ham o'zini graduslari bor-da. Masalan, 90 gradus, 95 gradus, kim 85 gradus pasterizatsiya deydi. O'sha to'liq me'yorida texnologiya bo'yicha tayyorlangan bo'lsa, bu 10 kun o'tsa ham o'zidan zardob chiqarmaydi va to'g'ri saqlansa. O'zida yozamiz, masalan, havoning nisbiy namligi deydi. 4-2 plus haroratda saqlasa,
bu zardob chiqarmaydi. Endi birinchi masala shu zardob chiqarishdan sifatsiz narsa degani mana shu o'zidan zardob ajratdimi, bu to'liq me'yorda yaxshi tayyorlanmagan u. Tayyorlanmagan. Haligi 1,5-2%, 4% deganlar. O jignis. Foiz degani bu yog'lilik miqdori. O jignisda. Jирность. O sifatli 4% degani buni ichida 4% yog'lilik miqdori, 2% degani bu hech qanday sifatli yoki sifatsiz degani emas. Kimdir yog'liroq xohlaydi. Masalan, kimdir yo'qsiz xohlaydi. Tibbiyotda aytiladiki, operatsiya holatidan keyin yog'siz qatiq chekmaydi. Chunki organizmni yuvadi, ichni qotirmaydi. O'shanda 1%, 1,5, 2% gacha bo'lgan qatiq kefirlar tavsiya qilinadi. Buni doktorlar yozadi buni. Chunki organizmni yuvish kerak. Yuvish kerak. Organizmni eng tez tozalovchi kefir Mahsulot bo'ladi. kefir. Farq qilmaydi. Yo'q. Endi operatsiya holatidan keyin ko'proq doktorlar yozadi. 1%lik kefir iching deydi. Yog'li kam qotirmaydi. Kuchanish bo'lmaydi odamda. Tiklanishi yaxshi, chunki buning ichida qancha belok zo'r bo'lsa, odam shuncha tez tiklanadi. Bekorga buni belok haqida gapirmayapmiz. Buni belok deganimiz organizmni tez tiklaydi. Quvvatda? Quvvat. Quvvatda. Immunitetni ko'taradi. Ha, immunitetni ko'taradi. Quvvatda oqsil. Shuning uchun Siroj aka buni belokga teginmaslik kerak. 34-35 belok bo'lsa bu zo'r, butun Yevro standartda. Xudo xolasa biz shuni harakat Arzonlashtiring degani mahsulotning sifati o'zi orqaga qarab ketadi degani. Shunday. Yo'q, biz unaqa maqsadimiz yo'q. Bizning maqsadimiz sifatli yaxshi narsa olib kelish, ishlab chiqarish. Shuning uchun ana shu 2 yil, 1,5 yildan beri faqat shu qaraymizki, beloki past bo'lmasin. Biz zavodda bizni bolalar o'tiribdi. Ular har chiqqan mahsulotni belokini o'lchab menga jo'natishadi. Men qabul qilsam yuborishadi. Bizga u juda ham qattiq nazoratda. Oqsiliga, kislotnostga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Mahsulotni oqsili, kislotsiz joyida bo'lsa, bizlar kutgan sifat ola olamiz. Xudo xolasa. Kislotnost baland bo'lib ketsa ham biz kutganday u ko'proq suv ajratishlar o'sha kislotnost baland bo'lgandan keyin chiqadi. Ya xudo xolasa biz o'zimiz nazorat qilyapmiz. Endi bitta ikkita kamchiliklar bo'lgan vaqtida biz ularni to'g'rilab, to'g'rilab kelganmizlar. Etap. Sahifamizga obuna bo'ling. Sahifamizga quruq suvga oid ko'p ma'lumotlar berib boramiz.